Bugungi kunda toza va arzon energiya masalasi butun dunyo miqyosida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Zero, energiya ta'minoti nafaqat iqtisodiy taraqqiyot, balki aholi farovonligi, ekologik xavfsizlik hamda barqaror kelajak bilan bevosita bog'liqdir. An'anaviy yoqilg'i manbalarining cheklanganligi va atrof muhitga salbiy ta'siri insoniyatni muqobil energiya manbalarini izlashga undamoqda. Toza energiya deganda quyosh, shamol, suv va boshqa qayta tiklanuvchi manbalardan olinadigan energiya tushuniladi. Ushbu energiya turlari havoga zararli gazlar chiqarmaydi, tabiat muvozanatini buzmaydi hamda iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari tuganmas bo'lib, ular kelajak avlodlar uchun tabiiy boyliklarni asrab avaylash imkonini beradi. Arzon energiya masalasi esa aholi turmush darajasi va tadbirkorlik faoliyati uchun muhim omil hisoblanadi. Qayta tiklanuvchi energiya tizimlari dastlab ma'lum miqdorda sarmoya talab etsa-da, uzoq muddatda energiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Chunki quyosh nuri, shamol va suv tabiiy hamda bepul manbalar bo'lib, vaqt o'tishi bilan eng samarali iqtisodiy yechimga aylanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda ham quyosh va shamol elektr stansiyalarini barpo etish, xonadonlar hamda ijtimoiy obyektlarga quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbuslar energiya tanqischiligini kamaytirish bilan birga yangi ish o'rinlarini yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, toza va arzon energiyaga o'tish bugunning talabi va kelajak oldidagi mas'uliyatimizdir. Ushbu yo'l orqali biz atrof muhitni muhofaza qilamiz, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaymiz hamda kelajak avlodlar uchun sog'lom va farovon hayot poydevorini yaratamiz. Bu jarayonda Termiz iqtisodiyot va servis universitetining o'rni alohida e'tiborga loyiq. Xususan, universitet tashabbusi bilan Termiz shahrida quvvati 100 kilovat bo'lgan zamonaviy quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etilmoqda. Mazkur loyiha 1,4 gektar maydonga joylashgan bo'lib, uning umumiy qiymati 5,5 milliard so'mni tashkil etadi. Bugungi kunga kelib, loyiha doirasida muhim bosqichlardan biri bo'lgan yer tekislash ishlari to'liq yakunlandi hamda quyosh panellari mustahkamlovchi 1600 dan ortiq tayanch ustunlari o'rnatildi. Shuningdek, universitetning asosiy binosi tom qismida umumiy quvvati 200 kilovat bo'lgan tibbiyot fakulteti binosiga esa 80 kilovat quvvatga ega zaruriy zamonaviy quyosh panellari o'rnatildi. Ushbu loyiha uchun universitet tomonidan jami 1,5 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Mazkur texnologik yechim qisqa fursatda o'z samarasini bera boshladi. Jumladan, elektr stansiya energiyasidan umumiy foydalanish hajmi 40% ga kamaydi. Natijada har oyda o'rtacha 60-70 million so'm mablag' tejab qolinmoqda. Bu esa ta'lim muassasasi byudjeti ijobiy ta'sir ko'rsatib, boshqa ustuvor yo'nalishlarga qo'shimcha mablag' yo'naltirish imkonini bermoqda. Ekologik jihatdan ham ushbu tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi. Quyosh panellarining joriy etishi orqali universitet nafaqat iqtisodiy tejamkorlikka erishmoqda, balki atrof muhitga zarar yetkazmaydigan energiya manbalaridan foydalanishga o'tmoqda. Bu esa yosh avlodga ekologik madaniyatni shakllantirish, yashil texnologiyalarni amaliyotga namoyon etish hamda barqaror rivojlanish tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.